Turfa taqdirlar. Muallif Gulindur. Azim bilan Nodir sukutda o'tirishgan payt xona eshigi ochilib, Zamira kirib keldi. Ularga odob yuzasidan salom berdi. Hol ahvol so'rashgandan so'ng Azim gap boshladi. Zamira, aniqladingizmi? Ha, yaqinda odam jo'natishar ekan. Qayerga ekanini bilmayman, ammo kim olib ketishini aniqladim. Kim ekan? Azim, Muxtor degan yigit bor. O'sha avval ham qizlarini sotgan ekan. Salimboyga. Bora-bora ishonchli odamlari qatoriga kirgan. Demak, Muxtor. U haqida ma'lumot to'plashga harakat qilaman. O'zingiz yaxshimisiz? Qiynalmayapsizmi? Yo'q, rolimni yaxshigina o'ynayapman menimcha. Amaki ering bilan munosabatlaring qanday? Nodirbek, kayfiyatni bittada buzasiz-a? O'sha haqida gapirmang, iltimos. Ha, bergan dorilaringiz uchun rahmat. U bilan ishing tugagach, yoshrog'iga turmushga chiqmoqchimisan? Negadir Nodir qo'pol ohangda gapirdi. Tushunmadim. Siz nimalar deyapsiz? Ering sendan ancha katta. Baribir yoshrog'iga tegarsan endi. Men shunchaki yordam bermoqchi edim. Mendek yosh qizlar toptalib, orzulari armon bo'lmasin, niyatlari sarob bo'lmasligi uchun harakat qilayotgandim. Menga oson deb o'ylayapsizmi? O'zimdan 16 yosh katta erkakka yaxshi gapirib, atrofida gir aylanib yurish, rol o'ynab, o'zimni uni yaxshi ko'radigandek ko'rsatish. 19 yoshimda hayotim barbod bo'ldi. Ko'ring, 19 yoshli qizlarni o'qib, o'ynab kulib yuribdi. Ota-onasini bag'rida. Menda ham ulardek orzular bor edi. Afsus, taqdirim shu ekan. Zamira yig'lab shu gaplarni aytdi. Unda ham osmon qadar orzular bor edi. Ammo u katta bo'lgan oila muhiti, otasini dunyo qarashi orzulariga zid bo'lib chiqdi. Azim, bunda aniqlagan narsalarim yozilgan. Men boray endi. Zamira. Azim yig'lab xonadan chiqib ketgan qiz orqasidan chaqirdi. Aka, xafa bo'lmang-u, negadir gapirish ohangingiz juda qo'pol chiqdi. Xuddi o'zi xohlab o'shani qo'yniga kirgandek gapirdingiz. Mayli, ko'rishguncha. Azim Nodirga shunday deb Zamira bergan daftarni olib chiqib ketdi. Nodir esa 2 daqiqa o'ylanib turdi-da, nega bunday muomala qilganini o'zi ham tushunmadi. Zamirani gaplarini o'ylab, unga yuragi achishdi. Ahmoqsan, Nodir, ahmoqsan. O'zini o'zi koyigancha stol ustidagi narsalarni ag'darib tashladi. Zamira yo'lda ketarkan, o'ziga achinib ketdi. Yerga ursa ko'kka sapchiydigan qiz edi. A'lo baholarga o'qigandi. Ammo oliy dargoh unga armon bo'ldi. Bu ham mayli. Hattoki bir uyni erkatoy bekasi ham bo'la olmadi. O'z qadriga o'zi achindi. Zamira uyga borgach, uydagi shovqindan bildiki, Salimni katta farzandlari kelgan. Ular egizak. Zaynabni Fotima va Husan ismli farzandlari bor. Katta shaharda o'qishadi. Salim farzandlari o'qimishli bo'lishini xohlab shunday qilgan. Zaynab tug'ish davrida qiynalgani sabab boshqa farzandli bo'lishni xohlamadi. Ijaki qildirdi va bu orqali o'ziga o'zi jazo berdi. Salim o'zi yolg'iz farzand bo'lgani uchun farzandlari ko'p bo'lishini xohlardi. Zaynabni bu qilmishini egizlar katta bo'lgach yana farzand ko'rishni xohlaganda bildi. G'azablandi va Zaynabga kundoshli hayotni sovg'a qildi. Shalolaga uylandi. Zamira kasalxonada qancha qo'pol muomala qilsa ham indamaganini sababi shu edi. Har bir yomonni ham bir yaxshisi bo'lganidek, Salimning yaxshi tarafi farzand uchun hamma narsaga tayyorligi. Zamira ham ular bilan yaxshi munosabatda bo'lib, kelishganda iliq gaplar bilan siylaydi. Onasini alamini bolalardan olmaydi. Nima bo'ldi? Gaplashdingmi? Gaplashdim, ammo rozi bo'lishmadi. Qiz xafa bo'lib gapirdi. Nega? Menga ishonmaydilarmi? Sovchi ham qo'ydim-ku, dedi Muxtor. Rozi bo'lishmasa ham boraman. Bu meni bolalikdagi orzuim, dedi Zarnikor. Uni bu gapidan Muxtorni yuziga kulgu yugurdi. Ular biroz aylanishgach,
uylarga tarqalishdi. Xo'sh, men yo'g'imda nimalar qilding? Sizni kutdim. Yigit qizni gapidan hayron bo'ldi. Nega? Ahmoqona gaplarim uchun. O'sha ahmoqona gaplaring menga juda yoqgandi. Yana ustimdan kulyapsizmi? Senga yangiligim bor. Urmasang aytaman, dedi yigit hadeb siylayotgan yostig'ini ushlab olib. Xo'p, qanday yangilik? Uzog'i bir oyda yurtimizga qaytamiz. Xursandmisan? Judayam baxtliman. Rahmat sizga. Yaxshiyam borsiz. Shunday deb yigitni bo'ynidan quchib oldi. Hasan ham qizni mahkam quchdi. Bu safar aqliga emas, qalbiga quloq soldi. 4 oydan buyon faqat o'zigagina suyanib, faqat o'zi borligi uchun xotirjam yurgan qizni o'z himoyasiga olganidan faxrlandi. Avval yurtim qizi toptalmasin deb qilgan bu ishi bora-bora ko'ngil ishiga qorishib ketganini bugun tushunib yetdi. Hasan Muyassarni faqat burch uchun emas, ko'ngil xohlagani uchun ham asrab yurganini, unga gard yuqmasligi uchun nikohigacha oldi. Agar shunday qilmaganda, unga ko'z olaytiradiganlar ko'payib borardi. Senga bir gapim bor. Faqat shu yerdan ketib olaylik, keyin aytaman, dedi shu turgan ko'yi. Qiz shundagina nima qilib qo'yganini bildi. Tezlik bilan o'zini tortdi. Qanday gap? Vaqti kelsa aytaman. Bu ham xursand qiladigan gapmi? Senga bilmadim-ku, men uchun juda muhim gap, dedi Hasan qizdan ko'zlarini uzmay. Oradan 3 kun o'tdi. Zamiraga Nodir bergan dorilar tugab qolgandi. G'urur qurgur uni oldiga borishni xohlamas, ammo bormasa Salim unga qayta teginishi mumkinligini o'ylab, g'ururni bir chetga surishga, ammo mag'rurligini yo'qotmaslikka qaror qildi. Yana bir hafta eplab tursa, hammasi tugaydi. Azim kecha aytgan gaplardan ma'lum bo'ldiki, bir haftadan so'ng yana qiz savdosi bo'ladi. Shunda ular qo'lga olinadi. Zamira Salimdan mazam bo'lmayapti deb so'raganda, u shama qilgan narsani o'ylab, asab tolalari Aleksandr Rybakni skripkasini yoqimli kuyini teskarisiga chalib yubordi. O'lganini kunidan jilmayib ruxsat oldi. Kasalxonaga borib Nodirni xonasiga kirishga bir necha daqiqa ikkilanib turdi. Bu ikkilanish xona eshigi ochilganda to'xtadi. Zamira, nima qilib turibsan bu yerda? Nodir eshikni ochib qarshisidan chiqqan qizga savol berdi. Zarnigorning oldiga kelgandim. Ha, lekin Zarnigor muolaja bo'limida bo'lardi, adashmasam, bu yerda emas. Bilaman, menga bergan doringizdan oz qoldi. Shundan ham olib ketmoqchi edim. Mayli, xonaga kir. Nodir jiddiy ohangda gapirib Zamiraga yo'l bo'shatdi. Ostonada gaplashmaylik. Amaki eringni ayg'oqchilari bo'lmasin yana. Xullas, u doridan 3 kundan keyin keladi. U operatsiya uchun keladigan dorilar. Men senga yordam beraman deb jinoyat qilyapman. Nodir joylashib o'tirib olgach gapirdi. 3 kun? Zamira Nodirni qolgan gapini anglamadi ham. Menda qolmadi. U bo'lmasa bo'lmaydi. Yana menga yaqinlashadimi? Dedi ko'zlari yoshlanib. Nodirni ko'ngli chidamadi. Zamira, meni kechir. O'sha kungi gaplarim uchun. Hazillashdim. Senga albatta topib beraman u dorini. Rostdan undan o'zingni asrab yuribsanmi? Zamira Nodirni savoliga yosh to'la ko'zlari bilan so'zsiz bosh silkib javob berdi. Xohlaysanmi? Keyin seni bu yerlardan olib ketaman. Qayoqqa? Zamira hayratini yashirmay so'radi. Nodir esa o'rnidan turib, uning yoniga kelib o'tirdi va qo'llaridan ushladi. Zamira tezda qo'lini tortib olmoqchi edi. Ammo Nodir bunga izn bermadi. Shaharga seni o'zim bilan olib ketaman. Istasang o'qishga ham joylab qo'yaman. Zamira Nodir nega bunday deyotganiga hech tushunmadi. Nimaga bunday deyapsiz? Zamira, hozir men gapiraman, sen jim eshitasan, kelishdikmi? Zamira indamadi. Hali nima gapligini ham tushunmagandi. O'sha kuni senga achchiq gaplarimni sababi Azim ikkingizni o'rtangizda bir gap bor deb o'yladim. Menga unday qaramadi. Gapni oxirigacha eshit.
Nodir Zamirani ko'zlari hayratdan kattalashganini ko'rib, kulib qo'ydi-da, gapida davom etdi. Keyin ikkingiz ketayotganingizdan keyin o'ylab shuni angladimki, u telefonda Zamira bilan gaplashdim degandi. Ammo rashk qilib gaplashgan qizi boshqa ekanini tushundim. Sababi u qiz bilan sen deb gaplashgandi. Senga esa siz deb murojaat qilardi. Nodir biroz o'ylanib turdi-da, menga turmushga chiq. O'g'limiz bor, uchalamiz bir oila bo'lib yashaymiz. Menga yoqasan Zamira. Men 3 kun o'ylab shuni tushunib yetdim. Zamira esa eshitgan gaplardan tili aylanmay qolgandi. U Salimdan qutulgach boshqa oila qurmaslikka qaror qilgan. Erkak zotidan shunday ko'ngli qolganki, buning oqibatida to'q o'tishga qaror qilgandi. Tezlik bilan qo'lini tortib oldi-da, "Men ketishim kerak", deya shoshib chiqib ketdi. Nodir esa bir muddat o'tirgan joyida bir nuqtaga qarab o'tirardi. So'ng esa "Jin ursin, ming la'nat", deya xonasidan o'qdek uchib chiqib ketdi. Zamira uyga qanday yetib kelganini bilmaydi. Nima gap ekan? Sog'lig'ingiz joyida ekanmi? Shunday degan Shalolani savoliga qonim kamayibdi. Shunga boshim aylanibdi deya xonasiga kirib ketdi. Ko'p o'tmasdan dugonasi Zarnigor telefon qilib, Sharifa xolam kasalxonada, tez yetib kel deya telefonini o'chirdi. Zamira Shalolaga bir og'iz aytdi-da, tezlik bilan kasalxonaga yo'l oldi. Zarnigor muolajalarni qilib yurganda telefoniga qo'ng'iroq bo'ldi. "Alo, assalomu alaykum." "Va alaykum assalom. Yaxshimisan Zarnigor?" "Rahmat Muxtor aka, o'zingiz yaxshimisiz?" "Ha, Zarnigor, ertaga uydan pasportingni olib chiq. Bilet olamiz. Bir haftadan so'ng ketamiz." "Rostdanmi? Qanday yaxshi." "Ha, rost. Biroz gaplashamizmi?" "Hozir muolajalarim bor. Bo'shab o'zim sizga telefon qilaman." Ular xayrlashib telefonni o'chirishdi. "Muyassar, men bir odamni kutib olishim kerak. Xo'jalarni hamkorini odami kelarkan. Sen xonadan kamroq chiqgin." Hasan ketish oldidan doimgi gaplarni aytishni unutmadi. "Xo'p bo'ladi, faqat tezroq keling." Muyassarni ham doimgi gapi shu. Undan boshqa hech kimi yo'q. Hasan bu hududda yo'q payti bir gala ovchilardan yashiringan quyondek chodirdan chiqmay o'tiradi. Safiya sabab bironta dugona ham orttira olmadi. Kim ham hojasini jiyaniga yomon ko'rinishni xohlaydi. Feruza ham betoblanib qolgandan buyon u bilan ham gaplasha olgani yo'q. Eshitishi bo'yicha u homilador. Buni bilib ham o'zini o'ldirishga uringani uchun hojasi uni oldiga faqat o'zi ishongan odamlarni qo'yyapti xolos. Kechga yaqin Hasan deyarli o'zi tengi bir yigit bilan keldi. Hamma ularni kutib olish uchun chiqdi. Safiya ham shu yerdaligini ko'rgan Muyassarning ko'nglini rashk g'imirlatib o'tib ketdi. Safiyani Hasanga qarashlari yoqmadi. Asta chodirdan chiqib ular tomon bora boshladi. Hamma qatori u ham ularni kuzatib turar ekan, Hasanning ko'zi Muyassarga tushib, yuziga kulgu yugurdi. Safiyaning yuziga esa jahl yoyildi. Ikki yonidagi hamrohini nigoh qadalgan tarafga qaragan yigit qizga qarab turdi-da, "Juda chiroyli ekan. Xojalaring juda boy-da. Go'zal qizlarga to'la atrofi." Bu gap tabiiyki Hasanga yoqmadi. "Ali, bu meni ayolim Muyassar. Nahotki, tabriklayman, baxtli bo'linglar", dedi-da nigohini Safiyaga qaratdi. "Men Hasanning ayoli siz bo'lasiz deb o'ylagandim." Ali Hasan o'zi xohlaganiga uylandi. Jiyanimni nasib qilsa peshonasiga yozganiga uzatamiz. "Nasib qilsin hojam", dedi Ali. Safiya qizargancha ruxsat so'rab o'z chodirga ketdi. Ertalab amakisidan so'rab bu yerdan ketishini o'yladi. Qolsa faqat o'zi jabr ko'rishni angladi. Buni anglashga esa Hasan va Muyassarni bir-biriga bo'lgan mehrli nigohlari sabab edi. Safiya tushundi. O'zni yerga urgandan foyda yo'q ekanini. Zamira shoshilib kasalxonaga keldi. To'g'ri Zarnigorning oldiga bordi. "Zarnigor, oyim qanilar?" "Zamira, sekinroq. Vahima qilma." "Qanday vahima qilmay? Onam qayerda?" Bu safar ko'z yoshlarga erkinlik berdi.
Sharifa xolam Nodirbekni xonasida. Zarnigor shunday deyishi bilan Zamira Nodirni xonasi tomon yugurdi. Oyijon, sizga nima bo'ldi? Eshikdan kiriboq hovliqib so'radi. Ammo xonada hech kim yo'q edi. Hech narsa bo'lmadi. Zamira orqasidan kelgan ovoz egasiga qaradi. Lekin Zarnigor menga men iltimos qildim undan. Zamirani gapi oxiriga yetmay Nodir o'z so'zini aytdi va eshikni yopib qo'ydi. Buni ko'rgan Zamira qo'rqib ketdi. Nega eshikni yopib qo'ydingiz? Sen bilan gaplashib olmoqchiman. Yo'q, faqat eshikni yopmang, iltimos. Zamirani ko'zlari yoshlandi. Anchadan buyon o'zini qat'iyatli tutib kelayotgan qiz aynan shu holatdan qo'rqadi. Salim har gal eshikni berkitib, Zamirani xohlamagan narsasiga majbur qilgani sabab eshik yopiq xonada erkak zoti bilan qolishdan qo'rqadi. Zamira, tinchlan. Senga yomonligim yo'q. Nodir qo'llari titrayotgan qizga xavotir bilan gapirdi. Qara, eshikni ochib qo'ydim. Faqat meni oxirigacha eshit, xo'pmi? Eshik ochiqligini ko'rgan qiz tinchlandi va dadillashdi ham. Sizlarga ko'rsatib qo'yaman aldashni. Zarnigorga ham qoyil qolmadim. Uni dugonasi menmi yoki siz? Zamira tez yurib xonadan chiqib ketmoqchi edi. Eshikni yonida turgan Nodir uni bir urinishda o'ziga tortib quchib oldi va eshikni yopib qo'ydi. Qani hozirgina quyondek titrayotgan qiz. Rol o'ynadingmi? Tipirchilamaginda meni eshit. Dori olmay qayerga ketding? Yoki bugun unga imkon berib, meni rashkda ado qilmoqchimiding? Sen ketgach, shuni o'ylab qancha asabiylashganimni bilasanmi? Qo'yvoring meni. Zamira yig'lab gapirdi. Nodir uni bag'ridan bo'shatdi. Nega bunday qildingiz? Yordam berganim bilan men eri turib boshqani qo'yniga kiradigan ayollardan emasman. Bu nima qilganingiz? Seni ering emas. Nima? O'ylab gapiring. Bizni nikohimiz bor. Nikoh? U halol bo'lmagan. Jinnimisiz? Men qori yoki dinni mukammal biladigan din olimlaridan emasman. Ammo juma namozini hech qachon qoldirmaganman. 5 mahal namozni ham to'liq ado eta olmasam ham doim harakat qilaman. Masjidda eshitgan bir ma'ruzamda qizni nikohda majbur roziligi olinsa, u nikoh halol bo'lmasligi aytilgandi. Nodir shunday deb Zamiraga qo'lini uzatdi. Qo'lida dori bor edi. O'zingni bir hafta men uchun asrab tur. Seni bu yerlardan olib ketaman. Men hech qayerga ketmayman. Yolg'iz yashashni xohlayman. Adashasan Zamira. Senga albatta erishaman. Men oldiga maqsad qo'yib, o'sha maqsadga erishishga o'rganganman. Bu galgi maqsadim sensan. Seni o'zim baxtli qilaman. Nodir qizni orqasidan o'zi eshitar darajada gapirib qoldi. Pasportingni olib keldingmi? Ha, mana. Yaxshi, sen ishingga bor. Men bilet olaman. Senga o'xshab arab davlatlarini ko'rmoqchi bo'lgan amakimni jiyanlari bor. O'shalar bilan birga ketamiz. Xo'p, qachon ketamiz? Shanba kuni. Uydan chiqa olasanmi? Kiyimlaringchi? Qanday olib chiqasan? Uyoqlar issiq-ku. Yozgi kiyimlarimdan olaman. Har kuni bitta olib chiqib kasalxonaga to'playman. Balosan, sevgilim, balosan. Muxtor kulib qo'ydi. Ular xayrlashishdi. Mana bugun Zarnigor ketadigan kun. Muxtor uni yo'ldan olib ketdi. Uyingdagilar bilib qolmadimi? Yo'q, agar yakshanba kuni bo'lganda bilib qolishardi, dedi Zarnigor chuqur nafas olib. Juda ham toshiqib ketyapman. Nahotki men ketyapman-a? Rahmat sizga Muxtor aka. Arziysan sevgilim. Hozircha toshiqaver qizaloq. Yaqinda ming afsus yeysan. Muxtor o'ylagan gapiga kulib qo'ydi-da, mashinasini to'xtatdi. Ular birgalashib aeroport ichiga kirib ketishdi. Ular ichkariga kirishdi. Registratsiyadan o'tib samolyotga chiqish uchun yurisharkan, tezroq bo'l, deya Muxtor Zarnigorni qo'lidan ushlab oldi. Voy qo'yvoring. Ko'rganlar nima deydi?
Menga ishonib boshqa davlatgacha ketyapsan-u, hali ham qo'lingni ushlatmaysanmi? Muxtor uni gaplariga parvo qilmay qo'lidan ushlab ketaverdi.